O'zgidromet ertaga 29-dekabr kuniga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi yomg'ir yog'adi, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-8 darajada iliq, kunduzi 15-17 darajada iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0.5 darajada iliq, kunduzi 5-10 darajada iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 darajada iliq, kunduzi 13-18 darajada iliq bo'ladi. Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8 darajada iliq, kunduzi 13-18 darajada iliq bo'ladi. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda harorat yaxshi bo'ladi. Harorat kechasi 3-8 darajada iliq, kunduzi 13-18 darajada iliq bo'ladi. Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0.5 darajada iliq, kunduzi 8-13 darajada iliq bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 6-11 darajada iliq, kunduzi 15-20 darajagacha iliq bo'ladi. Surxondaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 darajada iliq, kunduzi 15-20 darajagacha iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 darajada sovuq, 3 darajada iliq bo'ladi. Kunduzi 6-11 darajada iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik ayrim joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 darajada sovuq, -2 darajada iliq, kunduzi 3-8 darajagacha iliq bo'ladi deyiladi xabarda.